Hürmetli vatandaşlarım, leksiyemizi devamlaştırırız. Birlik Sep bölümü Dalai Lama'nı tanqid qildi. Cumhuriyet'e ta'siri ko'rsatishdan boshlab zabalg'i yuzlanguncha. Mavzular xabar 10 ayning 21-kuni Dovyet orbitida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Beijing vaqti 10 ayning 21-kuni Jungo Kompartiyasi 19-navbatlik vakillar qurultayi axborot e'lon qilish markazida 3 maydon muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti Birlik Sep bölümünün ministeri Zhang Shanghui Dalai Lama'nın har qaysilarini ziyorat qilayotganligi va Jungo hukumatining Tibet diniy ishlohot to'g'risidagi maydonni sharhlab o'tdi. Shangang Sumruq televiziyasi muxbiri mundaq savol qo'ydi. Ayrim davlatlar izchil holda davomli Dalai Lama'ni o'z davlatini ziyorat qilishga taklif qilyotdi. Kelar qatimda Jungo hukumati buningga qanday taqobil turdi? Zhang Shanghui savolga javob berib, mundaq ko'rsatdi. Jungo hukumati dunyoda har qanday bir davlatning, hukumatning yoki bir tashkilotning mundaq yoki undaq nomlar ostida Dalai Lama'ni qabul qilishiga va kutib olishiga qarshi turdi. Biz bundaq hisoblaymiz. Bu Jungo xalqining hissiyotiga zarar yetkazganlikdir. Shundaqla ularning Jungo Xalq Jamhuriyati Jungoning birdan-bir qonuniy hukumatidir deb e'tirof qilgani ham xiloflik qilganlikdir. Ayrim davlatlar Dalai Lama'ni qabul qilgan va uning bilan ko'rishgan bo'lsa-mu, lekin ularning hukumati Dalai Lama guruhini e'tirof qilgani yo'q. Bu yerda Dalai Lama guruhi deb ko'rsatilayotgan narsa amaliyot Dalai Lama'ning surgunlik hukumati 59-yili Tibetdan elib chiqib ketgan hukumat. Bu yerda Jungo hukumati bu nima ish qilyapti? Diqqat, analiz qilamiz. Materiallar oshkorlanish 82 yoshlik Dalai Lama 14-chi. Aslida Jungoning Tibetdagi diniy doisi edi. Jungo Kompartiyasi Tibet yerlik hukumat qurgandan keyin Dalai Lama Jungo Kompartiyasi bilan qisqa vaqtga hamkorlashgan. Aralıqda Dalai Lama Jungo markaziy hukumatini himoya qilgan, qo'llagan. Keyin Jungo Kompartiyasi demokratik islohotni yo'l qo'yishning harpisida 1959-yili Dalai Lama sargardon bo'lib Hindistonga chiqib ketgan va Tibet sargardon hukumatini tashkillab, Tibetni Jungoning xaritasidan ayirib, bölüp chiqib ketmoqchi bo'lgan. Beijing Yoshlar gazeti 10 ayning 1-kuni xabar qilib, bundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Birlik Sep bölümünün doimiy ministeri Zhang Shanghui Dalai Lama 14-chi to'g'risida so'ralgan savollarga javob berganda bundaq ko'rsatdi. Dalai Lama diniy to'nga o'rnib olgan siyosiy arbob. Zhang Shanghui ta'kidlab bundaq ko'rsatdi. Birinchi, Dalai Lama guruhini e'tirof qilgan dunyoda har qanday bir qonunliq hukumat yo'q. Gerçi ayrim hukumatlar Dalai Lama'ni qabul qilgan bo'lsa-mu, ularning hukumatlari Dalai Lama hukumatini e'tirof qilgani yo'q. Ikkinchi, dunyoda o'zining davlatini ag'dirishga harakat qilayotgan bir kishini boshqa davlatlar qatirab yurishga qarshi turmaydigan bir davlat yo'q. Ikkinchi, dunyoda o'zining davlatini ag'dirishga harakat qilayotgan bir sirli kishining boshqa davlatlarda qatirab yurishiga qarshi turmaydigan bir davlat yo'q. Zhang Shanghui mundaq ko'rsatdi. Har qaysi alla hukumatlarining Jungo bilan do'stlikni va Jungoga bergan va'dalarni to'liq o'ylashib, ehtiyotchanlik bilan ish qilishini umid qilaman. Dalai Lama'ning asl ismi Tenzin Gyatso. 1935-yili Shanxayda tug'ilgan. 2 yildan keyin Dalai Lama 13-ga varis bo'lib belgilangan.
1950-yili Tibetni qurolli qo'zg'olon ko'tarib, mag'lub bo'lgandan keyin Hindistonga ketgan. Dharamsalada Tibet sargardon hukumatini tashkillab, dunyoning har qaysi joylarida Tibetning kishilik huquqini targ'ib qilib, dunyo har qaysi alla xalqlariga Tibet Budda diniy masligini tashviq qilgan.